bu o'g'irlik kasbi bilan shug'ullanib yurgan bir odam sahar uyg'onib ketib, qonni ochib ketgan, bir narsa yemasa bo'lmaydi. Hatto o'g'irlikka tushsam bo'larkan, qo'shnimga tushsammikan yo bir kambag'al. Naringa tushsam bo'larmikan yo bilib qolar. Subuh saharda masjidga kirmaydim, masjidga kirib, masjidda o'g'irlik qilamandim, masjidga qarab yo'l oldim. O'sha paytda zamonaning eng badavlat bir odamni uyqudan cho'chib uyg'onib ketib, navkarlarni chaqirib, hozir masjidga boringlar, odam bo'lsa huzurimga olib kelinglar. Navkarlar yurib masjidga qarab ketishdi. O'g'ri kirib, "Yo, bu yoqda endi ko'ryapsiz." Navkarlar kirib qoldi. Endi ushaldim, endi rasvo bo'ldim deb, o'g'ri qo'rqqanidan namoz boshlab yubordi. Qiblaga qarab namoz o'qib, navkarlar ham haligini ko'rib, "Va, xo'jayinimiz aytgan odam shu bo'lsa kerak. Namozni o'qib olib ketamiz." Ular ham orqada kutishaverib. O'g'ri qo'rqqandan uzoq namoz o'qirmish. Uzoq namoz o'qib, oxiri Xudoga qarab, "Ey Xudo, meni shularni zulmidan o'zing qutqargin" deb namozni o'qib olish ikkita qo'lidan ushlab, xo'jayinlarni oldiga olib kelishdi. Olib kelishsa aytgan ekanki, hozir Xudodan qo'rqqan, Xudodan bitta so'rovi bo'lgan, Xudodan umidi bor odamlar subuh saharda masjidda bo'lar ekan. Mana siz o'sha baxtga erishib qoldi. Sizga yarim davlatim bilan qizimni ham nikohingizga nikohlab beraman desa, dod deb boshini sajdaga qo'yib yig'lagan ekan. Yolg'onni o'qigan namozimga shuncha savobni berding, rostdan o'qiganimga nimani berarding degan ekan. Ilohim, Alloh shu dunyoda o'zini topib, o'ziga loyiq bo'lib ketmoqligimizni nasib etsin.